Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilar. Men bitta obyektdagi detskiy xonamiz tayyor bo'ldi. Dars stolchalari. Stolchalar eshikchali. 4 gacha. Gacha vakuum petli. Plastmas ekranga. Xrom qora ruchka bo'lgan. Mana karavotchalari ham bor. Mana bu tarafda yana bitta xuddi shunday dars stolimiz. Tagilarda tortmalari bor. Matraslar polar tapetitski. Yaxlar baxmal. Tugma tortilgan yuzda. Mana ayoqchalari. Hamma plastmas ekranka bo'lgan, poyxa ekranka. Stolni temirdan ishlab bitdik. Koja dermandan qoplangan. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, qarshi mebel zakazga aytaverasizlar.